Mana ko'rishimiz mumkin. 3.2 ga kelgan razmerimiz 3.5 chiqyapti. Eni esa 10 da beramiz. 10.5. Yarim santimetr plyusoyi bor. Bu 4 metrligimiz ham toza Sasna zavod Qarag'ay. Xo'p, bu yerda menga bo'laveradi deganlarga yana ham arzonroq. Narxi necha yorimizdan ko'tarilib qolibdi. 13 lik, ya'ni 3.2 ga 12.5 ligimizning narxi 75 ming so'm. Bunimiz esa 58 ming so'm. 3.2 ga 10 razmerdagi lagaliklarimiz. Bunimizning narxi esa 45 ming so'm. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham zavod toza Qarag'ay. 10 lik bu ham. Xo'p, qalinroq poltaxta so'raganlar uchun 2.7 ga 15 razmerdagi poltaxtamiz. Ya'ni baquvvat, meni uyimga ko'proq don yoki og'irroq narsalar qo'yaman, mebellar deganlarga kimdir baquvvat pol so'raydi. Razmeri 3.7, chiqishi 3 chiqadi, eni 15 sm. Buni 80 ming so'mdan sotganmiz, hozirgi kundagi narxi esa 74 ming so'm. Mana bu tomonda ham bugungi kelgan poltaxtalarimiz bor. 3 metrlik poltaxta so'raganlar juda ham ko'p bo'lyapti. Bu poltaxtadan yozda, sezonda juda ham ko'p sotganmiz. Asnonoy so'rilar uchun, uylar uchun ko'rishingiz mumkin. Razmerlarimiz 2.4 ga kelgan, chiqishlari mana 2.5, 2.6, eni esa 1.48 ga berilgan. 15.5 chiqyapti. Buni narxi 56 ming so'm sotilgan. Hozirgi kundagi narxi esa 50 ming so'm. Chegirmadagi narxi. Mana bu yerda ko'pchilik to'singa lestvak so'raydi. Lestvaklarimiz o'sha yomg'ir tushmasin, qor tushmasin, shunday naveslarga qo'yib qo'yganmiz, chiroyli qilib. Xo'p, 3 ga 14, 95 ming so'm. Lestvaklarimiz hammasi 4 metrlik. Qalinrog'i 4.5 ga 15 bor. Bular ham plyusovoy razmerda, bularimiz ham ko'rishingiz mumkin. Narxi 125 ming so'm. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin shpont poltaxtalarimiz. Hozirgi kunda oddiy poltaxtadan ko'ra ko'pchilik uyga shpont poltaxta qoqishda afzal bilyapti. Nimaga? Yuzasi silliq, bir-birini kirish hisobiga mustahkamligi kuchayadi. Shuni inobatga olgan holda narxi oddiy poltaxta bilan hech qancha farq qilmaydi. Xo'p, mana eng bugungi kunda hadavoy ketayotgan shpontimiz, ko'pchilik buni 2 ga 12 deydi. O'zini haqiqiy razmeri esa mana bu yerda birkasi ko'rishingiz mumkin. 11.8 lik deydi ko'pchilik. Narxlari 48 ming so'm sotilgan, hozirgi kunda 44 ming so'm sotyapmiz bularni. Bu yoqda undan baquvvatroq shpontlarimiz bor, ko'rishingiz mumkin. 2.2 ga 13.5. Buni oddiy poltaxtasi ham bor, shponti ham bor. 2.2 ga 13.5 shpontimizning narxi 59 ming so'm sotilgan, hozirgi kunda 54 ming so'm beryapmiz bularni. Mana bugungi kelgan yuklarimizdan xuddi shu shpont poltaxtamizda oddiy poltaxtasi. Ya'ni mana shu taxtadan mana shu shpont chiqarilgan, ko'rishingiz mumkin. Lestvaklarimiz ham mana ko'rishingiz mumkin, bu yerlarda bor. Hali mana tagida ekan lestvagimiz. Yomg'irligi uchun taklab hali uspet qilganimiz yo'q. Xo'p, endi asosiysi 6 metrlik strapila hamda poltaxta so'ragan akalarimiz ko'p bo'lgan. 6 metrliklar, chegirmadagilarini bir ko'rsatib o'tamiz. ikki yarim ga 10, 6 metrlik shlifka yoki poltaxta uchun ishlatadigan akalarimizga. Xo'p, narxi 65 ming so'm bo'lgan, hozirgi kunda chegirmadagi narxi 45 ming so'm buniki ham. Mana 15 lik 6 metrlik poltaxta so'raganlarga qalinligi 2.5, eni esa 15, bo'yi 6 metr so'm. Buni 100 ming so'm sotganmiz, hozirgi kunda 80 ming so'm beryapmiz buni. Mana bu yerda 6 metrlik poltaxtaning shokoladlari bor. Bu ham toza zavod, mana ko'rishingiz mumkin. Razmerlari 2.1 ga mana ko'rishingiz mumkin. Chiqishi 2.3 chiqyapti. Eni esa 11. Garbel abzoli yo'q bu poltaxtamizda, yoki shlifka hamda poltaxta sifatida ishlataman deganlarga 61 ming so'mdan sotilgan. Hozirgi kunda chegirmadagi narxi 40 ming so'm. Xo'p, 6 metrlik 3.5 ga 10 lik strapilamiz. Xo'p, bu yel biz sotuvda aldov bo'lmaydi. Yelni yel deymiz, archani archa deymiz, pixtani pixta, sasnani sasna deymiz. Bunimiz yel. Xo'p, narxi 95 ming so'm sotganmiz, hozirgi kundagi narxi esa 87 ming so'm. Xo'p, mana buni ko'rishingiz mumkin. 6 metrlik toza zavod.
308 ga 17 strapilamiz. Toza qarag'ay bu. 308 ga bergan zavod, chiqishi 4 chiqadi. Ko'pchilik buni 4 ga 17 da sotadi. Narxi 183 ming so'm sotilgan, 170 ming so'mdan beryapmiz hozirgi kunda. Bu tomonda mana ko'rishingiz mumkin aksiyalarimiz. Ko'pchilik bizni Instagramda kuzatib tushunmaganlar kelib turib biz aytmoqdamiz, mana Instagramda ham 50 dan ortiq mahsulotlarimiz chegirmaga tushgan deb. Lekin chegirmaga tushgani ham bor, chegirmaga tushmagani ham bor. Lekin chegirmaga tushmagan taxtalarimizni kamida 5 ming, 10 ming so'mgacha arzonroq qilib beryapmiz. Bular esa ko'rib turishingiz mumkin, salkam 30-40% chegirmaga tushgan. Mana 96 ming so'm sotilgan. Hop, 3.2 ga 19 lik 4 metrlik taxtalarimiz 75 ming so'm. Chegirmaga tushganlarda hammasiga aksiya yopishtirib qo'yganmiz. Kelib ko'rishingiz mumkin, bizda aldov yo'q, razmeri, narxi hammasi turibdi. Biz shunday bitta tushuncha borki, aksiya degandan keyin buni oxirgi narxi bo'ladi. Biz buni oxirgi narxiga tushirib qo'yganmiz. Yana bir narsani eslatib o'tib ketmoqchimiz. Kimdirning nazarida, demak bular hozir ustiga shuncha qo'yaverar ekanda, salkam 30 ming, 40 ming sotgan narsani 20 ming, teng yarmiga sotyapti deydi. Yo'q. Bizning maqsad, mana qish keldi, kunlar sovidi, mana qorlar yog'yapti, yomg'irlar yog'yapti. Taxta mahsuloti turgan sari sifatini yo'qotib boradi. Bizga misol uchun buni boyiga bosib qo'ysak, pul muzlab turadi bekor. Shuni oldini olish uchun ziyoniga bo'lsa ham sotib, o'rniga yangi zavod taxtalarni olib kelib, obrotimizni tezroq aylantirish xolos maqsad. Shundan foydalanib qolishni bilish kerak xolos. Nimagaki, ertaga bu sezon kelsa aksiya bo'lmaydi. Bundan qimmatga ham olishingiz mumkin. Hozirgi kunda 76 ming so'm, 75 ming so'm bo'lsa, sezonda bu 90 ming, 100 mingga chiqib ketadi. Ko'pchilik ustiga ko'p qo'yib yuboryapti degan narsa bo'lib qolyapti. Yo'q, aslida maqsad bu emas. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. 4,5 ga 14 chiqishlari. Mana 4,5. Yana bunisini ham ko'ramiz. 4,5. 107 ming so'm sotilgan. Hozirgi kundagi narxi esa 89 ming so'm. Bir xilga odamlar ko'rib, bular asfaltga ishlatib bo'lmaydigan yog'ochlarni shunaqa qilib qo'yib yuboradi. Yo'q, mashincha ishlatib bo'lmaydigan narsa bo'lmaydi bizda mana. Ustini ochaylik mashina, bitta ko'rishlaring mumkin. Mana qiyshaymagan, boshqa narsa bo'lmagan. Hammasi mana. Operator yaqinroq olib qo'ying. Hammasi ishlatsa bo'ladigan yog'ochlar bular. Bizda maqsad prosta ko'p pulni zaynat qilib turish emas, tezroq obrotni oshirish xolos. Mana bu yerda 6 metrlik 2,5 ga 10 hamda xuddi shuni 2,5 ga 12 razmerdagi pol taxtalarimiz bor. Narxi 65 ming so'm sotilgan, hozirgi kundagi narxi esa 55 ming so'm. Shuni 12 ligi mana ko'rishingiz mumkin. 73 ming so'm bo'lgan, 66 ming so'm. Biz yana bir eslatmani aytib o'tib ketmoqchimiz. Bizga kelib bu mahsulotni bir boshdan olishingiz shart emas. Mahsulot ma'qul kelsa olasiz, yoqqanini, yoqmagani bizga qoladi. Boshqa joylarga o'xshab hammasini bir boshdan olasiz. Men shunday sotib olganman, garbilni ham, sinig'ini ham beraman deyish yo'q. Biz mijozlarni faqat ko'ngliga qaraymiz. Bizga mijoz birinchi o'rinda. Sifatga ham e'tibor beramiz. Mahsulotimiz sifatsizmi? Uni ajratib qo'yamiz. Sizga yoqmaydiganini bermaymiz, ma'qul kelganini olishingiz mumkin. Hop, 17 lik 3 ga 17 strapilarimiz bor bu yerda. Hop, narxlari 140 ming so'm bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Mana pastini ham ko'rsating, narxi ham bor. Ko'p bilkalarimizda narx ham yopishtirib qo'yganmiz. Bu nima oldini olish uchun. Siz bir mijoz kelsa, unga 140 ming so'm, bittasiga 150 ming so'm aytmaslikni oldini olish uchun hamma birday narxlargacha kerak bo'lsa qo'yib qo'yapmiz. Nimaga? Odam ajratish yo'q bizda. Kelasiz, 140 ming so'm sotilgan mashinalarimiz. Mana eski birka turibdi. Yangi birkani sotuvchilarga aytasiz, skaner qilib berib, skaneri chiqadi, oxirgi narxi chiqadi. 135 ming so'm mashinalar sotilgan, oxirgi narxi hozirgi kunda 130 ming so'm beryapmiz. Bu yerda mana 3,5 ga 15-6 metrlik strapel ko'pchilik so'rayapti. 135 ming so'm sotilgan bu ham. Hozirgi kunda 125 ming so'm ko'rishingiz mumkin. Hop. Bu ham o'sha 17 likdan mana bu tomonda asosiy ko'p xadovoy razmerlardan bittasi 14 lik deydi, ya'ni 4 ga 14, 3,5 ga 14, 6 metrlik strapelar so'ragan Instagramdagi videolarimizni kommentlarda juda ham ko'p. Hop, bunimizni ham narxi 135 ming so'm bo'lgan. 6 metrlik. Bu ham eslatib o'tamiz, toza, sasnamas, yel. Lekin O'zbekistonda menimcha hozirgi kunda salkam 60-70% faqat yel ishlatiladi. Sasna juda ham
kam bo'ladi. Yil Rossiyada o'rmonlarda sasnaga nisbatan yil ko'proq. Shuning uchun misol buni bitta ko'rganda ajratadigan odam bor, ajrata olmaydigan odam bor. Sotuvda esa aldab sizga mana shunaqa yilni ham yo bo'lmasam pixtani ham bu sasna, qarag'ay. Bizda shunaqa tushuncha borki, qarag'ay deganda bo'ldi. Rossiyadan kelayotgan hamma narsa qarag'ay deymiz. Yo'q, Rossiyani o'zida ham salkam 100 dan ortiq daraxt turlari bor. Ularning ichida bizga keladigani bor, kelmaydigani bor, yumshog'i, qattig'i bor. Xuddi bizda O'zbekistonda misol uchun O'zbekiston terak, Kaliforniya terak deydi, baqatga shunga o'xshagan o'zini turlari bo'ladi. Xo'p, bu yil bu 6 metrlik strapimiz ham yil 135 ming so'mdan sotilgan. Hozirgi kunda narxi esa 124 ming so'm. Lekin mana aksiyaga tushmagan bo'lgan taqdirda ham qo'limizdan kelgancha narxlarni tushirib beryapmiz. Xo'p, hozircha shular. Agar kimgaga yog'och mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin yoki kommentlarda yozib qoldiring, sizga qaysi yog'och ma'qul bo'ldi. Biz ish vaqtimiz ertalab soat 8 dan kechki soat 5 gacha. Bizning operatorskiy raqamlarimiz bor. Sizga yog'och, temir mahsulotlari yoki mineral o'g'it, baliq ozuqasi kerak bo'ladigan bo'lsa, shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. 5 dan keyin sizga agar siz bizga ulana olmasangiz, ertasiga biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz. Manzilimiz Namangan viloyati Mingbuloq tuman Jamoshin shaharchasi, paxta klaster ro'parasi, Rizobay Stroy. Do'konimizga kelib turib siz YouTubedan yoki Instagramdan ko'rib keldim desangiz, chegirmaga tushmagan taxtalarimizga ham sizga chegirma qilib beramiz.